Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi 2106 moshasi 89-yil o'kili. Xo'p, kraskasi tomdan pastda asvist bo'lgan o'kili. Injektor motorlargacha bosib qo'yishgan, daji pauklargacha bor. 4 ta yangi yumshoq charmxo'dan balolargacha qo'yilgan. 0.7 o'yna bako'yla qilingan, daji 4 teshik bitta qilib shumkalargacha qilib qo'yishibdi. Salonini ham ko'rishingiz mumkin. Lasettini polni rulini tushib chiqadigan qo'yilgan, mez ruli qo'yilgan, tablo sheni Mercedes deflektor, Carizero, magnetofon, uslitter, kolonkalargacha bor o'kila, pishalkalargacha qo'yilgan. Pultli uстановка qilingan mashinaga ko'rishingiz mumkin o'kila. Eshigi ham kattaginasidan qo'yib qo'yishibdi. Temir gaz balon, GP ruxsatnomalarigacha bor. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Даже payrovkalargacha ham qildirib mashinani yondirib qo'yishibdi. Narxini o'kilasizlar olmaz qilmayishini uchun bo'ladigan narxi faqat оформить ekan. Ровно $2000 baholandi. Bemalol telefon qilib barak qilishingiz mumkin.